Ana bismillah deb oshni boshladik. Birinchi oshni qilaylik dedik. Oshni yegandan keyin qorinni to'qlab va hazır bo'lib echkini olib kelib, echkini og'darib kemir sho'rva solamizmi dedik-da. Shuncha osh qilib yubordik birinchi. O'choqda osh qilyapmiz. Orada ana. Salat faqat tayyorlabdi. Krem salatni ham qo'ryapmizki, o'choqda osh bu rosa bir ham tez ham mazali pishadi-yu. Tez bilan nisbat qilamiz. Shuncha hammasini birdan qilyapmiz bu yerga. Kelinglar. Hozir oshga nisbat qilmaysizlar, lekin echkini so'yib sho'rva pishgancha nisbat qilishinglar mumkin. Kelinglar. Mana oshni zirvagi tayyor, qaynayapti. Vaqar, qaranglar qanday chiroyli bo'lib. Qachon guruch kelib tushar ekan deb kutyapti. Vaqar qaynayapti. Qanday chiroyli qaynayapti. Qip-qizil osh. Oshni yog'iga kartoshkani qovurib, mana yeb o'tiribman hozir. Salat qilib mana. Vaqt osh pishyapti. Hozir oshdan yeymiz, uyda dam olamiz, bor echkini og'diramiz keyin. Inshaalloh. Echkini ham mana shu go'shtini yaxshi sho'rvani qilamiz, go'shtli qilib dimlaymiz, dimlama qilamiz-da. Bundan keyin kechqurunga yaqin bir shashlikni qilib uramiz, keyin yo'lga chiqamiz. Kecha uborga aydi faqat tinmay uborga qilayotgancha endi yeyapmiz faqat bugun. Mana osh pishdi. Hozir oshni suzamiz inshaalloh. Mana echkini og'dardik. Kallasini kesdik, hozir po'stlaymiz. Qozonga tashlagan. Qonini ko'ringlar, yana nima demaydi, mana o'zlari kesdi, mana qo'llari qon. Qozonga solgan ko'rsating, fartuklar qon. Birinchi martasi. Hozir hozir osib olaylik, keyin Qozonga solganda telefon qilamiz yana. Yo'q. Mana go'sht pishyapti. Go'shtga kelinglar, go'shtga. Bitta oyoq bilan ozgina qovurg'ani maydalab soldim. Kelinglar go'shtga. Qog'ozini olib qo'ydim. Hozir bir o'choqqa pishgancha bir shashlik qilib yeyman.